kalom. Hozir birozdan so'ng Ozdiqlardan anaqa olamiz. Ozdiqlar men kichkinagina YouTube kanalim borda. O'sha yerda sizni o'zingizni shaxsiy fikrlaringiz biz uchun, men uchun juda muhim. Boshladingmi? Boshladim. Bu pauza ketmayapti, o'zi gapiravering. Wow! Video. Backstage. Men o'zimga bir O'zbekiston san'atida bir yangi bir aktyor kashf qildim, juda yaqinda. Afsuski, juda yaqinda, chunki men juda kam ko'raman o'zbek kinolarini. Bu deganiki kibrda emas, mensimaslikda emas. Kam ko'raman, lekin yaqindan ko'rishni boshladim. Lekin afsusda emasman. Sababi to'g'ri kamchiliklarimiz bor, ba'zi bir nimalarimizda, nima deydi, syujetlarimizda, qanaqadir g'oyalarimizda kompaniya, lekin aktyorlarimiz zo'r. Ketdikmi? Hurmatli YouTube muxlislari, xullas hozir pauza kadrga deb yotdi, hech vaqt bo'lmayapti. Hozir bu Ozoda Nursaidova klipiga kelishimga, o'ynashimga, geroyni o'ynashimga asosiy sababchi bilasizlarmi kim? Shahnoza Otaboyeva. Mana shu inson, mana shu yerga kelishimga sababchi. Sababchi-da, to'g'rimi? Sababchi bo'lganlar, shu bahona keldik. Sizga rahmat. Judayam obraz вообще super. Chiqsa xudo xohlasa. Bu yigitni yangi talqinda, yangi obrazda, yangi boshqacha ko'rdim. Ozdapam shu bolada nimadir bor deganlarda hayron bo'ldim, lekin bugun uverin bo'ldim. Ozdapam sizni ekran kamerada ko'rgan ekanlar. Hozirda mana qatnashish jarayon bo'lmoqda. Senga 5 daqiqa vaqt, ko'tar chamadoning, qopgin dasturxoning, boshlama dastoning. Judayam zo'r. Bizning aktyorlar hech bir mamlakatnikidan qolishadigan emas. Judayam talantli aktyorlarimiz ko'p. Foydalanish kerak bu aktyorlardan. O'ylaymanki, ko'p kino rejissurasi bormi, teatr rejissurasiga bir aytgan bo'lardimki, o'zimizdan aktyorlardan ham yoshlarning ichida bo'lishi mumkin, balki teatrlarda ishlayotgan aktyorlar bo'lishi mumkin. Ularning ichidan yaxshi aktyorlarni ishlatinglar. Judayam chiroyli, hit tarona, xudo xolasa hit bo'ladi. Musulmonni ham qanaqadir chiroyli bir yangi obrazda, yangi qirrada ko'rasizlar. Tushunmaymiz. Faqat obrazda yig'lamaymiz, unaqa bachkana qilaqlarim bor. Judayam chiroyli narsa. Ko'ringlar, avvalo omadli bo'lsin. Afsuski, ular ko'pi masalan katta rol berishmayapti ko'pchiligiga. Novellalarda o'ynashyapti. Yaxshi ham baxtiga shu narsa bor. Televideniyaga rahmat. Masalan, sevimli kanallarga, milliy kanallarga shu narsani qilishganiga rahmat. Shular o'sha yerda ishib o'ynashyapti, lekin imkoniyat berish kerak. Imkoniyat berish kerak yosh aktyorlarga. Ko'pini umri o'tib ketyapti. Afsus, juda afsus. Lekin men bolani o'zim uchun yaqindagina nima deydi, kashf qildim. Rahmat. Xudo xolasa, Inshaalloh. kelajagi bor. To'g'ri bo'lgan. To'g'ri bo'lganmi? Zo'r bo'lgan. Kelajagi bor hali. Xudo xolasa o'ylaymizki, men bitta narsani aytay, avvalo yaxshi narsa chiqsin. Shuncha odam bekorga harakat qilmayapti. Lekin men bitta narsaga e'tibor berdim. Syomkalarda ishlaymiz, hech qaysi ijodkor kelib ipidan ignasi detaligacha hech kim e'tibor bermagan. Rejissyor o'ziga tashab qo'yadi, kostyumerga tashab qo'yadi. Men ertalab birinchi kelib, bir 2 soat, 3 soat kiyimimni tanlab berdingiz. Hatto babuchka, endi boyaga kostyumni, bu kostyum boshqa. Ana o'shanda men hali ko'rmaganim, hayron qoldim. O'zgarish bo'ldimi? O'rinli bo'ldimi? Bo'ldi. Mana bu kostyumni men uchun qayerdandir olib keltirdilar. Da. Mana o'ylayman chiroyli chiqadi. Pashti 24-25 soat bo'ladi. Birozdan keyin, ya'ni bir sutkadan beri hech kim uxlamasdan mana shu odamlar ishlayapti. Agar cho'zilib ketsa yana davom etadi. Xullas kalom keyin yana davom etamiz. Hozir sizga kattakon rahmat. Ishlaganimdan xursandman. Biz ham xursandmiz. Bardavom bo'lsin. Maza qilib ishladik, kollektivimizda juda ham talant ham, o'zi ham yaxshi inson. Kollektivimiz maza qilib ishladi, xursandmiz. Menimcha bizga ertalab ham borasiz ham. Ozgina bor, qolib ketdi. Hech qisi yo'q, qolib ketmagan. Biz sal kechikib qoldik. Dasturxoning, boshlama dastoning, senga 5 daqiqa vaqt, ko'tar chamadoningni.